Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlarni kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda reklama uy joy egasini telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqganlar to'g'ri-to'g'ri uy egalariga alohida chiqishingiz mumkin. 8 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat, xonalarning soni 5 ta va undan tashqari bitta katta hol qismi bor. Hovliga kirish uchun alohida darvoza, alohida eshik o'rnatilgan va navesi tagida 4 ta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovli qismida besetka bor. Kattagina joy zeleniy zona uchun ajratilgan, avtomat polifli qilingan. Vaqtini belgilab qo'yiladigan bo'lsa, vaqti bilan o'zi sep turadi. Qo'shni devorlar 5 metr joy tashalgan va bu koridor orqali o'tganimizda to'g'rida yozgi oshxona va hovli qismi uchun hojatxona joylashgan. Sifatli qurilgan uylardan bittasi hozir video davomida o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Demak, uy ichiga kiramiz, xonalar planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Imoratga kirish uchun paradniy vxod va oshxonaga yana alohida eshik ochilgan. Uy ichiga kirib kelamiz. Bu joyda kattagina hol qismi bor. Razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 5 metr. Chap tarafdagi birinchi xona oshxona uchun ajratilgan. Bu uyda mebelli o'rnatilgan va qisman texnikalar bilan jihozlangan. Kuxnya stoloviy bo'lyapti. Har bitta xonada inverter konditsionerlari bor, Grey brendiga tegishli. Bu joyda Hoffman brendiga tegishli bo'lgan texnikalar bilan jihozlangan. O'rtada astrovod joylashgan. Har bitta qavatda domofon. To'g'ridagi xona zal uchun ajratilgan. Zalning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 5 metr. Hol bilan bir xil. Devorlarda toza atachentili ishlatilgan, patologlarning balandligi 3,5 metr. Parketlar nemetskiy va santexnikalar ham nemetskiy Groy brendiga tegishli. Birinchi qavatda joylashgan hojatxona. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metr tashkil qiladi. Stroyniy shkaflari bor. Va shu xonaga tegishli bo'lgan alohida o'zini sanuzeli ham joylashgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinali dub daraxt bilan yasalgan. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona, 3 ta sanuzel joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafimizda 2 ta xona bor. Bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonagacha bo'lgan joyda yana bitta 4x4 razmerda xona tushgan. Bu joyda garderobli shkaflar yasatilgan va sanuzel joylashgan. Sanuzelning ko'rinishi unitaz installyatsiya qilingan. Bu joyda garderobli shkaflar, ichida podsvetkalari bilan devorlarga ispanskiy kraskali ishlatilgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib keldik. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metr. Bu xonaning ro'parasida bolalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Yotoqxonaning razmeri 5 ga 4. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Bu joyda yana alohida stroyniy shkaflari bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda o'ng tarafda yana bitta xona. Va koridor bo'ylab o'tganimizda balkon qismiga chiqiladi. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel va 5 ga 4 razmerda yotoqxona. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona va 3 ta sanuzel bo'ldi.